boshqadan obzor qilib beraman. Soch maska haftada 1 marta qilinadi. Bu masalan aytganda qiymaydigan sochlar bo'ladi-ku, qurib ketgan sochlar bo'ladi yoki bo'lmasam parvarish juda ham kerak bo'ladigan sochlar bo'ladi. O'shanaqa sochlarni parvarish qilib beradi. Tekis mayin qilib hid berishga yordam beradi va bizani mana shu mahsulotlarimiz ichida eng tez natija ko'rsatadigani, eng tez natijaga erishish mumkin bo'lgan mahsulotimiz bu soch yog'i chiqqaniga ko'p bo'lmadi, lekin juda ham tez mashhur bo'ldi. Juda ham ko'pchilik yaxshi aktivlarni bildirishdi. Keyingi so'rada aktivlarni ham qoldirib qo'yishga harakat qilaman. Bu soch yog'imiz haftada 2 marta qilinadi. Yuvib tashlash kerak bo'ladi. Kechasi boshingizga surasiz, parvaraliz yordamida massaj qilasiz. Ertalab esa yuvib tashlashingiz kerak. Buni ishlatganingizdan keyin o'sha 3-4 kun ichida natija sezishni boshlaysiz. Qanaqasiga sezasiz? Birinchi o'rinda sochingiz to'kilishi kamayadi, ancha sezilarli darajada kamayadi. Ikkinchi o'rinda mayda tollar